Vladimir Putin u siyosatga kirgan emas, u siyosatning o'ziga aylangan. Sovuq shahar ko'chalarida ulg'aydi. Bu sovuq uning ko'zlarida qoldi. U maydonda emas, soyada o'sdi. Qichqiriq bilan emas, kuzatish bilan kuch yig'di. Maxsus xizmatlarda u faqat lavozim olmagan, u odamlarning niyatini, davlatlarning zaif joyini o'rgangan. Kreml eshiklari ochilganda u allaqachon tayyor edi. Hech kimga qarzdor emas edi. U yerga kelgach, chiziqlarni qaytadan chizdi. Har bir mintaqa, har bir ittifoq yangi hisob-kitobdan o'tdi. U kuchni namoyish etmaydi, uni his qildiradi. U qaror e'lon qilmaydi, u voqeani o'zi yaratadi. Uning siyosati xaritada emas, bosimda o'lchanadi. Uning ta'siri qog'ozda emas, reaksiyada seziladi. U ketganda iz qoldirmaydi, chunki u iz qoldirish uchun emas, yo'l o'zgartirish uchun harakat qiladi. Vladimir Putin bu ism emas, bu geometrik kuch, bu strategiya, bu sovuq va aniq hisob.